Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan va nihoyat kutilgan darslarni boshlaymiz. Ya'ni 52 SIGI darslari. Bilamizki, YouTube kanalimizga 51 qismi to'liq joylangan SIGI Modern Code kitobi bo'yicha. Endi aynan o'sha kitob bo'yicha 52 SIGI qismlarini boshlaymiz. Bilamiz, uzoq kutdingiz va keldi o'sha kun desak ham bo'ladi. Buyog'iga endi darslarni boshlaymiz. 52, 53 davomi hamda 54 SIGIlar joylanib boradi. Keling vaqt yutqazmaymiz. Kirish qismidan boshlaymiz. Endi ozgina ma'lumot berib o'tamiz. Bu nima haqida? Ya'ni bu savol, ya'ni 52-savol turi matnni tushunish, mantiqiy bog'lanishlarni topish, bo'sh joylarni to'g'ri to'ldirish qobiliyatimizni tekshiradi. Savol oddiy ko'rinsa ham, ya'ni mantiqiy hisoblanadi. 51 bilan farqi 51 bu kundalik hayotda ishlatiladigan matnlar bo'lsa, 52 da esa ilmiy maqolalar, ya'ni faktlarga nima desa bo'ladi o'zbek tilida? Tayangan savollar hisoblanadi. Xullas shunaqa. Endi keling, chunbiy qismi bor. Chunbiy qismida biz 52 da nimalarni o'rganamiz? 52 umumiy 7 ta qismdan iborat. Ko'rayotgan bo'lsanglar, shu 7 ta qismni tugatamiz va 52 ni umumiy qismi yakunlanadi. Esinglarda bo'lsa 51 da 10 ta qism bor edi. 10 ta qismni sizlar bilan ketma-ketlikda o'rgandik, grammatikalarni o'rgandik. 52 da ham xuddi shunaqa tushadigan mavzu va nimaga tayangan bo'ladi va ishlatilishi kerak bo'lgan grammatikalarni o'rganib chiqamiz. Bu qismga hozircha unaqa to'xtalib o'tirmaymiz. Sababi har bittasini ochib chiqamiz. Har bitta bo'limni chuqur o'rganamiz. Hozir esa keyingi qismini ozgina ma'lumot berib o'tamiz vaqt borligida. Munje punsok qismi, ya'ni tahlilini ko'rib chiqamiz. Mana sizga 52 da xuddi shunaqa matn ko'rinishda keladi. Ya'ni mana shunaqa matn hamda ikkita bo'sh joy bo'ladi. Shu ikkita bo'sh joyni to'g'ri to'ldira olishimiz kerak bo'ladi. Keling o'qib, tarjima qilib, tahlil qilib ketamiz. Birinchi statotda Chingchanin aydil kuyga Kungchokchogin Hyonghangil michinda, ya'ni maqtov deyapti. Chingchan maqtov degani, maqtov bolalar ta'limida ijobiy ta'sir ko'rsatadi deyapti. Lekin Chingchani hangsang, lekin maqtov har doim keyin mana bo'sh joyga nima qo'yilishi ko'rsatilgan. Kungchokchogin Yonghangil michinin go'shi anida, ya'ni ijobiy ta'sir ko'rsatadi degani emas deyapti. Ya'ni lekin maqtov har doim ijobiy ta'sir ko'rsatadi degani emasni qo'yishimiz kerak ekan. Bu yerda hozir endi qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Tahlillarni hali ko'rib chiqamiz. Prosta hali 52 nimaligini bilmagan o'quvchilar uchun qisman ko'rsatib ketyapmiz buni. Ikkinchi qismida esa nomu haju chingchanil hamyon ohiru pujagyongi singil suitda. Juda tez maqtov qilinsa, aksincha salbiy ta'sir olishi mumkin ekan. Davomi Aydri chingchane eksuk hejimyon chingchanil pachi motesilte ting nuqta. Ya'ni betga Puran Kamil Nikkindani qo'shibdi. Ya'ni bolalar maqtovga o'rganib qolishsa, maqtov olmagan paytda deyapti, nima noqulaylik, ya'ni tashvishlanish sezishar ekan. Irohan Puran Kami kesok to'ymen chingchaneman 이전하게 되어서 긍정적인 효과를 기대할 수 없다 deb yakunlab beryapti. Ya'ni bu yerda nima desak bo'ladi? Bunda maqtovga ya'ni tayanib qolasiz va hech qanday shu nima desa bo'ladi? Ijobiy ta'sirini kuta olmaysiz deb aytibdi. Endi bu yerda ko'rayotganingizdek, to'g'ri, o'zidan keyingi gaplarda ham to'g'ri javob chiqadi ko'pincha. O'zidan keyingi gaplarda iloji boricha sinonim so'zlar bo'lishi mumkin yoki gap oxirida ishlatilgan grammatika yoki mana qarama-qarshi so'zlar o'shalardan kelib chiqib ham to'g'ri javob topishimiz kerak bo'ladi. Xuddi 51 ga o'xshab ketadi. Bu tahlili xuddi shu. Endi bu yerda pastga tushadigan bo'lsak, punsok qismi ham turibdi, taban punsok qismi. Buni ham ko'rib chiqadigan bo'lsak, ketma-ketlikda neyon chonge qismi turibdi. Mazmunning rivojlanishi. Mazmunning rivojlanishi nimadan iborat bu yerda? Hvoje, ya'ni mavzu, keyingisi pallon turibdi. Pallon qarshi fikr desak bo'ladi va oxirgisi pochung. Pochung bu misol.
Shu 3 ta qismdan iborat ekan tepadagi. Fojiamiz esingizda bo'lsa, nima bo'ldi? Ya'ni mavzuyimiz maqtov haqida bo'ldi. Maqtov. Maqtov ijobiyligi desak ham bo'ladi boshida, ijobiy. Palon qarshi fikr esa bizda nima bo'ldi? Har doim ham unaqa emas dedi. Ya'ni qarshi fikr har doim unaqa emas. Har doim ham unaqa emasligini aytdi va pojung qismida esa nima dedi? Misol bilan salbiy ta'siri haqida gapirdi. Salbiy ta'siri haqida gapirdi. Va endi keyingisi sanksiya kujo qismini ko'radigan bo'lsak, detal desak bo'ladi. Detallar birinchisi ideon fikr turibdi. Fikrda pallon belgilab qo'ydi, qarshi fikr. Ikkinchisida pojung solmyong turibdi. Pojung solmyong qismimiz ham hozir boyaga aytganimizdek salbiydan iborat bo'ldi bizda. Misol keltirishimiz, misol tushuntirish shu qismdan iborat bo'ldi. Endi oxirgisi bu Pyohyangwa ovi, ya'ni ifodalar va so'zlar ishlatilgan. Hangsandan keyin ko'rayotgan bo'lsangiz, nin go'shi anida kelyapti va Puran Kamilnikkida mana shu so'zlarni yodlab olishingiz kerak bo'ladi yaxshilab. Hangsang bilamiz har doim go sunanida emas ma'nosida ketyapti. Puran Kamilnikkida xavotir sezmoq desak ham bo'ladi. Shu qismlardan tashkil topganman. Pastda ham xuddi shu narsalar ko'rsatilgan. Ya'ni mavzudan kelib chiqib. Bu endi chuqurroq, ya'ni Huaji hamda Pallon hamda Pochung qismlari boyagi ham yuqoridagilarni bitta o'sha tepadagi misol bilan ko'rsatilgan. Umumiy qilib olganda hozir 52 ko'rinishi qanaqa bo'ladi, nimalarni topadi? Ya'ni mana shu hisoblanadi. To'g'ri javoblar ham mana ko'rasizlar, qisqagina, unaqa katta narsa yozmaysiz. Faqat bu yerda yana bitta narsa bilamizki, ongojiga yozishimiz kerak bo'ladi. Yozish qoidasi bo'yicha yozishimiz kerak bo'ladi. Bu bo'yicha ham yana dars qilamiz. Hozir esa 52 bo'yicha tushuncha paydo bo'ldi degan umiddaman. Keyingi darslarda endi sizlar bilan biz mana как раз taban jeni to'ldirish, qancha ball beriladi, nima yozilishi kerak, shu bo'yicha qisqacha ma'lumotlar berilgan bo'ladi. Shu qismni o'rganib chiqamiz. Keyingi darsda ko'rishguncha Eurobon, keyingi darsimizni ham o'tkazib yubormanglar. Biz YouTube yoki boshqa platformalarda kuzatib borayotgan bo'lsangiz, layklar, kommentariyalar, izohlar bilan qo'llab-quvvatlashingizni so'raymiz. Shundagina bizni darslarimiz ham bardavom bo'ladi, davomiy joylab boramiz. Sizlarning izohlaringiz biz uchun qo'llab-quvvatlash hisoblanadi. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.